solih kishilardan biri aytadi, ikkala ko'zi ko'r bo'lgan bir shol odamning oldidan o'tib qoldim. Harakatdan to'xtagan, ko'zi ko'rmaydi. To'shagida yotib olib, haligi shol ikki ko'zi ko'r kishi aytayapti. Yaratgan ko'p bandalaridan meni afzal qilib qo'ygan Allohga hamdlar bo'lsin. Allohga hamdlar bo'lsin. Haligi solih kishi, "Falonchi, seni nima bilan afzal qildi? Axir shol bo'lsang, ikkala ko'zing ko'r bo'lsa, yana kambag'al faqir ekansan." U kishi aytdi, "Axir qalbim mo'min, tilim zokir emasmi? Qancha ko'zi ochiq, qancha oyog'i yuradigan odamlar bor, qalbi ko'r, tillari soqov. Siz bilan bizga har qancha musibat kelmasin, birodarlar, qalbimizda iymon bormi? Tilimiz Allohning zikridami? Buni oldida hamma musibat hech narsa bo'lmay qoladi. Mo'min odam uchun. Hadis qudusida Alloh taolo aytadi: "Izabtalaytu abdi bi habibatayhi fa sabara awwastuhu minhumal jannata." Agar bir bandamni ikkala ko'zida imtihonga uchratsam, ya'ni ikkala ko'zini olib qo'ysam, balo olasam, ikkala ko'zini ko'r qilib qo'ysam, bas sabr qilsa, bu ikkala ko'zini evaziga men jannatni beraman. Qarang, ikkala ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Dod desa ham ko'r bo'ldi, rozi bo'lsa ham ko'zi ko'r bo'ldi. Faqat bu yerda musibat kelgandan keyin inson o'zini nazorat qilishligi.